o'zimizda ham bor. Masalan, olim kishi namoz o'qisa, buni bir tartibi bilan sunnatlarni bajo keltirib, hammasini ahkomi bilan barobar qilib o'qiydi. Tashqaridan bitta kolxozchi kelib qolib, mana yerda namoz o'qib qoladi. Bunday qiladi-da, naridan beri namoz jumalaydi, turadi uka. Ana u namozini ko'rib turib, olim kishi turib aytadi, shu namoz ham qabul bo'larmikan? Mana shu namoz, shu o'qigan namoz ham qabul bo'ladimi shu? Vaholanki o'shani namozi o'shani bo'ynidan saqit bo'ladi. Lekin manaqada turgan ilmi bor odam o'sha namozni namoz hisoblamaydi uni. Lekin uni o'z namozi o'ziga tuzib uni. Ana shu deganiki, abrorlarda hasanoti, muqarrabiylarda sayyiat bo'lib ko'rinadi. Hop, ko'hi Turga Xudo bilan so'zlashgan ketyaptilar. Masnaviyda hikoyasi bor. Masnaviyda. Ketga tursalar, yo'lda bir cho'pon qo'y boqib yuribdi-da, o'zidan o'zi shu aytyapti. Ey Xudo, ey Xudo. Agar qorning ochgan bo'lsa, meni pishgan go'shim bor xaltamda. Qorningni to'yg'azib qo'yay. Sutam bor. Mana qo'ylarni sutidan sog'ib qo'yganman, Parvardigoro. Agar sut ichsang sut beraman, ovqat desang ovqat qilib beraman. Chorig'ing yeltilgan bo'lsa tikib beray. Ana shunaqa gaplar gapiryapti. Hazrati Musoning har bir tuklari islim bo'lib ketdiki, bu qanday bir ahmoqona gap gapiryapti, bu kufr martabasiga yetib gapiryapti. O oldiga kelib, "Oy, sen hushing bormi o'zi? O Xudoni taniysanmi, yo'qmi? Parvardigor yeydimi, ichadimi Parvardigor? Sen ovqat beraman deysan, u chorig'ing tikib beraman deysanmi, nima balolar deysan, bu qanday bu defida go'ylik bu sen? Seni shu Parvardigorni tanimas ekansan sen. Haqiqatda bunaqa gaplarni gapirma hargiz. Kofir bo'lasan, anov banov deb shuni malomat qildilar. Rasul haligi xato qildimmi deb yig'ladi. Xato qildimmi men? Xayr, xato qilgan bo'lsam, Xudoyo kechirgin meni dedi. Ko'hi Turga borsalar, Parvardigor turib itob qilib, "Sening nima ishing bor u bandam bilan, nima ishing bor?" U juda kamoli o'zini muhabbati, ishqini menga izhor qil, u juda menga yaxshi eshitilayotdi uni gapi. U kamoli o'zini fidokorligini aytyapti. Ya'ni qanday qilib o'zini menga fido qilishdi, yo'q hayron bo'lib shuni aytyapti. Sen uni yomon kayfini buzding-da. Buzding kayfini. Endi seni shuki borib uzr aytasan, o'shani rozi qilasan, bo'lmasa so'zlashmayman sen. Qaytib kelib Hazrati Musa alayhisolatu vassalam haligi cho'ponga uzr xoli qilib, meni kechirginsan. Xudoyim meni itob qildi sen to'g'ringda. Nima desang dur, endi o'zingni bilganing deb turdim vaqt. Bu meni qulog'imga yomon eshitildi. Bu Parvardigor juda uni zavqlanib eshitib turgan ekan bu gapimni. Men bilmagan ekanman. Ana ko'ringda. Mana shu yerda aytadiki, har kim Parvardigorga o'z aqliga yarasha sig'inadi. Parvardigorga. Endi birovni uni bilan Parvardigor hammasi bilan muomala qiladi. O'shanaqa teskari gapi ham juda unga halidaqa ma'qul bo'ladi. Masalan, misoli shunga o'xshaydiki, podshoni oldidan masxaralar kelib, masxaravozlik bilan podshoni haqorat ham qilaverar ekan, o'sha ham inom olib ketaveradi. Bitta vaziri agar o'shanaqa gapni gapirsa kallasi ketadi. U masxara har narsa deydi-da, og'ziga kelganini gapirib, podshoni behurmat ham qilaveradi. Ana unikini kechirib yuboradi, u mukofot olib ketaveradi. Mana Parvardigorning dargohi mana shunday. Bildingizmi? Har kimni o'sha o'ziga, aqliga, ilmiga yarasha muomala qiladi. Bildingizmi? Ana. Ko'ringda, u gapni agar Hazrati Musodek zot agar gapirsalar shu gapni, payg'ambarlik martabasidan tushirib qo'yadi uni. Ana uniki juda yoqyapti u. Bildingizmi? Alloh ya'ziru ila qulubi. Ana.
وَلَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ Sizlərdə surətlərinə qaramaydı, Pərverdigar qalblərinə qaraydı. O'sha diliniz qanday bo'lsa, o'shanga yarasha muomala qiladi. O'xshab ko'rinadi-yu, lekin u haqiqatda Xudoning muqarrab bandasi bo'lgan bo'ladi, bilmaymiz-da. Xudo o'zini valilarini yashiradi xalqdan. Bildingizmi? Ularning sirrini ochmaydi. O'zlari ham Xudo bilan bo'lib turgan muomala o'zlarining sirlarini ochmaydi. Agar sirri oshkora bo'lib qolsa qo'rqadi juda. Xudo valilik martabasidan tushirib qo'yadi. O'shaning uchun juda qo'rqadi ular.